Assalomu alaykum azizlar. Uy bekasi kanaliga xush kelibsizlar. Mana bugun 6 aprel adashmasam. Yomg'irlar yog'ib, o'simliklar, daraxtlar mazza qilishdi. Hamma joy yam-yashil. Gullarni barglarining rangi tiniq bo'lib qoldi. Mana hovlimizlarga gullarni obzor qilmoqchiman. Hovlidagi gullarni. Mana bu limonniklar, limon gul. Bular davleniyaga yaxshi. Bundan tashqari chiroyli bo'lib, dumaloq bo'lib, kompaktni bo'lib, chiroyli vid berib turadi hovliga. Bo'sh turmasin deb o'shani ekib qo'ygan edim. Mana bular binafsha gullari, yomg'irdan keyin loy, ariqlar, hovlilar. Mana bu oq xili ekan. Oq emas, siyoh rang, siren rang, oq aralash. Mana ranglarni qaranglar, yam-yashil bo'lib turibdi. Bu maroznik guli, bu qishni guli. Kunlar isib ketguncha may oyigacha bu gullaydi. Ildizidan, urug'idan ko'payadi bu gul. Mana barglari ham chiroyli gullar. Mana bolachalari urug'idan tushib bu ko'payadi. Ildizidan ham ko'paytirsa bo'ladi. Mana bu 2 yillik bu bulturgi. Bular o'tgan yili kuzda, bu yil erta bahorda tushgan urug'lar. Bu undan oldingi yilgi. Mana bular ham mana shu. Ana ildizlar, gullari ochilib yotibdi. Hali kichkina, yana 1 yil, 2 yilda bir quchoqqa sig'maydigan darajada katta bo'ladi. Mana mushkambar gulim. Yerga ekib qo'ydim. Chelakka yomg'irning suvidan to'ldirib oldim. Endi ularni baklashkaga qo'yish kerak. Mana archa, bilmayman qayerdandir kelib qoldi. Bu yil 2-yili. Teglarni aylan chopib, yumshatib qo'ydim. Endi gung tashlab qo'yish kerak. Mana bu gullar, maroznik gullari. Bir qator mash qatorga maroznik gulimni ko'paytirmoqchiman. Bir qator qilmoqchiman. Chiroyli bo'lib, yam-yashil bo'lib yotadi. Yoz bo'yi. Mana primula gullarim. Bu yanvarning oxiridan gullashni boshladi, fevralning boshlarida. Oq rangi, buni siyoh rangi bor, yana qanaqadir boshqacha ranglari bor. Qizil ranglari, sariq rangi bor. Mandagi oq primula. Bu ildizdan ko'payar ekan. Mana. Bu uzum. Uzumimizni boyladik. Barglari katta bo'lib qoldi. Mana. Bu primula guli tikka quyoshni yaxshi ko'rmaydi. Manda narigi tomonga ekkan edim. Ko'paymaydi. Yozda qurib ketadi. Iloji boricha ko'proq tagiga suv quyishga harakat qildim, lekin o'xshamadi. Xullas joyini o'zgartirib, mana shu tomonga oldim. O'tgan yili bahorda olgan edim. Yaxshi, ancha ko'paydi. Bu yil yaxshi gulladi. Mana yana bitta maroznik guli. Mana primulalarni ko'paytirdim shu tomongacha. Ancha ko'paytirdim. Mana maroznik gullar, gilam gullar. Mana miyata bor. Bu ham kompotlarga solishga, yozda banka yopganlarda yaxshi. Choylarga solib damlab ichishga yaxshi miyata. Mana yana bitta maroznik bu. Indiski siren deyiladimi? Endi mana barg chiqaryapti. Mana endi bu tomondagi gullari. Mana uzumlarni, bu yoq tomonda ham uzumlarni boyladik. Tepaga ko'tardik ishkom qilib doda bilan. Bular karlikator gullarim. Qalamchasidan ko'paytirdim bularni. Mana bu ham ancha yillar bo'ldi. Bu maroznikimga. Mana urug'idan, yonidan ko'paygan. Mana bu yoq tomonda yana bitta maroznik gulim. Bu chi anaqa bo'lgandan keyin, gullab bo'lgandan keyin rangi
o'zgaryapti. O'zi bu siyoh rang qizil. Bitta mana shuni 2 yildan beri uni ko'paytirishga harakat qilyapman. Bu yil yaxshi ancha ko'paydi. Taglaridan bolachalar chiqardi. Mana tagidan yana barglar chiqarib, ko'payishga harakat qilyapti. Keyin buni ham bargini shakli sal boshqacharoq. Sal farqi bor. Mana barmoqchalarning sonidami farqi, lekin qanaqadir sal farqi bor. Keyin buni bo'yi sal pastroq. Hozircha balki vaqtinchami, keyin balki baland bo'lib o'sar. Hozir mana shunaqa pastroq. Ana sariqlarning bo'yi baland. Mana bu tomonimiz mana. Bu ham shaftoli, danagidan chiqqan, yaxshi shaftoli. Endi ko'chirmay turibman, kuzda ko'chiraman, xudo xohlasa. Mana tagida karlik atirgullari. Bu gilos. Boshqa joyga o'tkazamiz deb o'g'lim shu yerda buni ekib, olchadan qalamcha qilib, payvand qilib ko'kartirgan edi. 1 2 3 4 5 ta tup ekan. Mana bular gullab bo'lyapti. Mana endi meva tugsa kerak. Mana binafsha gullar. Bular ham unchalab turibdi. Ochilgani ochildi, ko'chadagilarim ochildi, hovlidagi ham mana. Bu shaftoli va bu ham danagidan chiqqan. Bahor yaxshi, lekin ish ko'p, shunga yarasha ish ko'payadi bahor kelgandan keyin. Mana binafsha gul, bu siyoh rangroq chiqibdi mana. Ko'chadagilarim ochiqroq rangda ochilyapti. Mana gilam gullarim, tagi bular ham o't bosdi. Bularni endi yulib, o'tlarni tozalash kerak. Bu yoqiga hali ulgurmadim. Bu olcha, bu ko'karmagan. Buni ham payvand qilgan edi gilosga o'g'lim. Bu o'xshamadi. Endi olcha turibdi. Mayli kuzdan bahorda yana payvand qilib ko'rar. Balki olchaligicha qoldirarmiz. Mana yerda mana yejivikam bor. O'tgan yili ekuvdim, bozordan olib chiqib. Bu ko'chada edi. Qarasam bunga suv yaxshi ko'radi. Malina, yejivika, smorodina, qulpinaylar, rezavor mevalar suv yaxshi ko'radi. Mana endi bularni ham men ishkom qilib tepaga o'rmalataman, ham soya beradi hovliga, ham mevasidan navaralar o'zimiz bahramand bo'lamiz deb niyat qilyapman. Mana binafsha gullarim unchalab turibdi. Mana shuncha uncha turibdi. Endi mana piyongul ko'rsatuvdim sizlarga. Qorong'iroq edi. Bitta shoxchasini sindirib qo'ydim ham. Alam qilib ketdi. Bu yil 7-yili gullatishga harakat qilyapman. O'tgan yili g'uncha bo'ldi, lekin gullamadi. Mana bugun mana g'unchalari bor. Mana unda ham kichkina g'unchasi bor. Mana bu yerda ham g'unchaga o'xshatyapman mana. Mana g'unchasi. Mana. Bu piyongul gungni yaxshi ko'radi, mahalliy gungni. Bundaga yilda kuzda, bahorda chopib, gung tashlab qo'yaman. Kuch beradi, ozuqa bo'ladi ularga. O'zi umuman agar bilsanglar, hammamizga tekkan merosmikan. Qarisak, pensiyaga chiqsam hammasini gullatib tashlayman. Agarodni chiroyli qilib qo'yaman deb o'ylardim. O'ylaymiz to'g'riroq. Lekin bu bekorga davlat pensiya bermas ekan. Pensiyaga chiqqandan keyin kuch ham qolmas ekan. Agar oldingi paytlarni pensiyagacha bo'lgan paytim bo'lganda, men hamma joyini bir kunda shu joyini chopib, gunglarni tashlab, chiroyli qilib qo'ygan bo'lardim. Hozir unaqa kuch yo'q. Tushgacha 2 soat kirib g'imirlayman agarodda, ozgina ishlayman. Bo'ldi, tushdan keyin yig'ishtiraman, unga kuch yetmaydi. Mana bizning hovlimiz, navaralarning o'yinchoqlari, kachelялari. O'zi kichkinagina hovlimiz bor. Mana bu kashinishlarim. Ularni ham o'tini yulish kerak. Orasi o't bosib ketdi. Endi xudo xolasa yomg'irlardan keyin mana shular o'tlarni yulib o'tab qo'yaman.
Bu kashnishni kuzda sepgan edim. Kashnishning joni qattiq bo'lar ekan. Har doim ustiga men klyonka yopardim. Shu bu yil nimagadir yalg'ovlik qildim. Yopmadim klyonka. Shu holida qoldi. Yo'q, bahorda erta bahorda kunlar sal isishi bilan bu ko'kardi. Hozir maza qilib mana shu ogoroddan kashnish terib ovqatga ishlatyapmiz. Mana ko'k piyozlarim. Bu yoqda yana ekib qo'ydim. 3-4 ta ko'karib ketganlarni. Mana xrizantema gullarim. Bular fioletovoy, siren rang. Juda mayda siren rang, globus shaklidagi xrizantemalar. Mana qizil rang. Men shu bilmadim, qizili nimagadir kamayib ketman. Men ularni atay sindirmadim, olib tashlamadim kuzda. Qirqmadim. Belki bo'p tursin deb qizilligini bilay, ekishda adashmay deb shuni qoldirdim. Mana ular hammasi o'sha siren rangi. Mana menga ukroplar sepuvdim. Yomg'ir yog'may yoqqaniga mana gurkirab chiqdi. Mana bu yoqda selderi. Ozgina sepdim selderi. U faqat lag'monga ishlatamiz. O'shancha ozgina sepdim. Bu bular agar bilsanglar, selderni ham juda chiqishi qiyin. Bilmadim nima sababdan, chumoli tashib ketadimi buni urug'ini, yo sersuvni yerni yaxshi ko'radimi. Ana lekin chiqdi. Mana shu yomg'irlardan keyin umidimni uzib qo'yuvdim. Xudoga shukr chiqdi. Bu yoqda karlik atirgullarim. Bu yoqqa ham ishlov berish kerak, xudo xolasa gum sepib. Mana erta endi yomg'ir to'xtasa, birinchi navbatdagi vazifam shu bo'ladi. Mana bu yoqda qulpinaylarim bor edi. U ko'p emas, ozgina. Joy bo'lmagandan bu yaxshi sortdan men Qozog'istondan olib kelib ekuvdim. Qani ko'ramiz, uni ko'paytirish niyatim bor. Mana olmalarimiz gullab tugayapti. Tugab mana mevalarim tugayapti. To'kildi kecha yomg'irlarda to'kildi buni gullari. Mana hovlini obzori qisqacha. Hovlimizni ham bu yoqlar basseyn qo'yadigan joyimiz. Yozda nevaralar cho'miladi, busiz iloj yo'q. Bu yoqqa narsa ekolmaymiz, majbur basseyn qo'yishga. Bolalar nevaralar chidamaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uybekas kanalga xush kelibsizlar.